Obunachilar kashtanga qiziqqanlar bormiz. Soni 32 ta ekan. Bu qo'ylar o'ta katta yirik qo'ylar. Qo'ylar 85, 90 yirik qo'ylar. Qiziqqanlar. Bizga 100% bo'g'ozda bergan, Xudo xolasa qo'ylar o'zi qochmagan qo'y, qolmadi, hamma qo'ylar bo'g'oz hozir. Bu qo'ylar qaranglar, o'ta yirik narsalar. Toza kashtan. Ichida hop tish buzgani ham bor, tish buzmaganlari ham bor, 4 tish, 2 tish, 6 tish, ichida bitta ikkita 8 tishlari ham bor. Qo'ylar qaranglar, bir qator o'ta uzun qo'ylar. Ular ishlov berilmagan, uni ag'ini tarab ishlov berilmagan, yangi yetib keldi. Qiziqqanlar bo'lsa telefon olasizlar. Soni 32 ta ekan. Obunachilar, mana soni 32 ta ekan. Bir savdoga olaman deganlarga 7 million 100 ming so'mdan yetib oladi uyga qo'ylar. Qo'ylar qaranglar. O'ta yirik qo'ylar bu. Ajrasa chiqaradi. Metrlab qo'yaylikmi? Obunachilar yerdan balandligini ko'ringlar mana. 90. Telefon qilasizlar, xudo xolasa. Lakasa tashlab beramiz, tepa qo'rg'on turibdi. Namangan tumani tepa qo'rg'on qishlog'i turibdi. Qiziqqanlar telefon qilasizlar.